Ketdimi? Travertinchi ustalarga savol, mana bu apparatimiz nimaga ishlaydi? Akalar, mana fasad sohasiga yangilik kiritib qo'yganmiz. Hop, bu joyda ko'rib turganlarning uyda oldilariga polni palasa ochilgan. Bu palasalar hech qanaqalik suvoqda chiqarilgan palasa emas. Bu palasalar chiqarish uchun suvoqchilarga falon pul to'lash shart emas. O'zimiz suvoq bitgandan keyin o'yib chiqarganmiz. Buni razmerlarda muammosi yo'q, har xil razmerlarda qalinligini chiqarib berilaveradi. Hop, buni palasa o'yilmagan holati chiroylimi yoki mana shunaqa palasali bo'lsa chiroylimi? Palasa o'yilmagan holati bu. Palasa o'yilinmasa qanaqa chiqar ekan u? Palasa o'yilsa qanaqa chiqadi? Endi palasani qanaqa chiqarishni ham bir ko'rsatib o'tamiz, qanaqa instrumentlarga chiqadi. Palasani qanaqa ochilishi kerak degan bo'lsak, mana pishalka apparatimiz bo'ladi. Pishalkaga mana shunaqa toshlari bor. Bu kafelchilarga ko'proq ishlaydigan tosh. Buni razmerlari bo'laveradi. Har xil razmerlarni topsa bo'ladi. Endi buni kamerani yaqinroq olib kelamiz. Tagiga reykani muhlab olamiz. Kerakli razmerda muhlab olib turib, mana shunaqa yurgizib chiqiladi. Agar suvoq yo'qqa bo'ladigan bo'lsa, g'ishtni, betonni ochib qo'yish mumkin. G'ishtlardan betonni ham bemalol o'yaveradi bu narsalar. O'yilib qo'ygan joyiga bitta rodman surkab olib turib, najdaylab yuboriladi, tekis holatda chiqaveradi. Akalar, bunaqa yangiliklarni yashirib o'tirmaymiz. Borini ommaga olib chiqib ko'rsatamiz. Sizlar kuzatib, layk bosib turaverasizlar. Ketdimi? Travertinchi ustalarga savol, mana bu apparatimiz nimaga ishlaydi? Akalar, mana fasad sohasiga yangilik kiritib qo'yganmiz. Hop, bu joyda ko'rib turganlarning uyda oldilariga polni palasa ochilgan. Bu palasalar hech qanaqalik suvoqda chiqarilgan palasa emas. Bu palasalar chiqarish uchun suvoqchilarga falon pul to'lash shart emas. O'zimiz suvoq bitgandan keyin o'yib chiqarganmiz. Buni razmerlarda muammosi yo'q, har xil razmerlarda qalinligini chiqarib berilaveradi. Hop, buni palasa o'yilmagan holati chiroylimi yoki mana shunaqa palasali bo'lsa chiroylimi? Palasa o'yilinmagan holati bu. Palasa o'yilinmasa qanaqa chiqar ekan u? Palasa o'yilsa qanaqa chiqadi? Endi palasani qanaqa chiqarishni ham bir ko'rsatib o'tamiz, qanaqa instrumentlarga chiqadi. Palasani qanaqa ochilishi kerak degan bo'lsak, mana pishalka apparatimiz bo'ladi. Pishalkaga mana shunaqa toshlari bor. Bu kafelchilarga ko'proq ishlaydigan tosh. Buni razmerlari bo'laveradi. Har xil razmerlarni topsa bo'ladi. Endi buni kamerani yaqinroq olib kelamiz. Tagiga reykani muhlab olamiz. Kerakli razmerda muhlab olib turib, mana shunaqa yurgizib chiqiladi. Agar suvoq yo'qqa bo'ladigan bo'lsa, g'ishtni, betonni ochib qo'yish mumkin. G'ishtlardan betonni ham bemalol o'yaveradi bu narsalar. O'yilib qo'ygan joyiga bitta rodman surkab olib turib, najdaylab yuboriladi, tekis holatda chiqaveradi. Akalar, bunaqa yangiliklarni yashirib o'tirmaymiz. Borini ommaga olib chiqib ko'rsatamiz. Sizlar kuzatib, layk bosib turaverasizlar.